O'rmanglayni novoylar. Qanaysizlar? Keling boshliq, bir hisob kitob qilaylik, 100 qop ham tugadi. Shunaqa oppoq nonlar ustida men har xaltasiga pul berishim kerak-da. Siz yo'qchi edsiz-a? Значит, bu nonlarni sen chekkansan. Buni ahvolni qara. Uni qara. Shunaqa egri bugun nonlaringga men senga pul beraman. Shunga Xo'p aka, shu 100 qop xaltani pulini bersangiz, kerakligini o'zimga ro'zg'orimga olardim. Qolgan qismini shogirdni onasi kasal ekan. Shunga berardik. 100 xaltaga hisoblab 15 ta satilchalik margarin olib keldim. Uni ham sotib yubordingmi? 15 tasini men chakkachilarga 20 ming so'mdan bermoqchi edim satilchalarni. 300 ming bo'lar ekan. Oyligini olib qolaman. Baribir sizdan pul olaman aka. Kulgimni qistatmang. O'zi ko'cha yo'q-ku. Sizni problemangizni shat qilib berar ekan. Uni ustiga qog'oz qalam qilinmagan. Hech qanaqa dalil ham yo'q. Alloh boqi, hoji aka. Qiyomatda olamiz haqqimizni. Lekin kurs upayt boshqacha bo'ladi. Bo'ldi. Sizlar bilan qiyomatda ko'rishamiz.